Ayrım-ayrım şekillendirdim. Men asasen tanlash quralını işletdim. Başqa quralını işletmedim. Hazırgi kayıtça tanlash quralını işletip kelyaptım. Endi biz qavat 1 bilan aplashmaymiz. Qavat 1 deganimiz ustidagi ramkiti. Qavat 2, qavat 3 va qavat 4larni ayrım-ayrım tahrirlaymiz. Qavatning ismini o'zgartirib o'tay. Qavat 3 ning ismini ko'k deb o'zgartirib. Ko'k deb o'zgartirib qo'ydim. Ma'ni seriq deb o'zgartirib qo'yay. Ma'ni sos yeshil deb o'zgartirib qo'yay. Mushkil ranglarga tangshaylar biz. Endi birinchisini Controlni bosib turib, knopka taxtasidan. Undan keyin mousening sol knopkasi bilan ko'k degan qavatni bossam, o'rtadagi qavatni tanlab berdi. Buningga Control Delete bilan oq rangni to'kib berdim. Qavat rayonidan ikkinchi qavatni tanlab, knopka taxtasidan Controlni bosib turib, mousening sol knopkasini bossam, yana tanlashni amalga oshirib bo'ldi. Sol tarafdagi kichik knopkani tanlab berdi. Men buningga muvofiq rang tanlab, buningga shu rangni to'kib berdim. Undan sos yeshil degan qavatni tanlab, knopka taxtasidan Controlni bosib turib, mousening sol knopkasi bilan buni chekdim. Undan keyin rang taxtasidan muvofiq rangni tanlab, buningga shu rangni to'kib beraman. To'kib bergandan keyin Control Delete bilan tanlashni amaldan qoldirib etdim. Undan keyin eng ustidagi ismini o'zgartirmagan qavatni men oq rang qilib bekitib qo'yay. Oq qilib bekitgandan keyin buning rangini asl rang bo'yicha oq tanlab qo'yayman. Oq tanlab oq ko'rinishning rangini biroz oqdan boshqa rangga o'zgartirib qo'yay. Chunki navbatdagi rang oq ko'rinish bilan o'xshash bo'lmasligi kerak. Chunki oq ko'rinishning rangini o'zgartirib qo'ydim. O'zgartgandan keyin hamda bir parcha odamning rasmiga ehtiyojim bor. Vücut icrayından muvafiq keldi deb qaragan bir tal rasm vücutni ochdim. Ondan keyin buningki har xil parametrlarni muvofiq tanlab, rasmning cho'ng kichikligini 553 qilib bekitay. 553 bo'ldi. Tizimlashtirdim. Buni xohlagancha bekitsanglar bo'ldi. Qaysi muvofiq keldi deb qarsanglar, o'zingizlar xohlagan shaklda. Ondan keyin chambar shaklli tanlash qurolini ilib, mayadagi jiriklikni yo'q qilish deganning oldiga belgi qo'yib qo'yman. O'lchamlik chambar shakliga kelgandan keyin mushu qismni ko'chirib olaman. Bir nusxa Ctrl C bilan ko'chirsam bo'ldi. Ondan keyin bu o'ringa chaplab berdim. Ondan buningki cho'ngligi meningki mo'lchirimdagidan cho'ng bo'lib ketganligi uchun muvofiq holatda kichiltirman buni. Jazmlashtirdim. O'rinni muvofiq tanishgandan keyin endi ismni yozay bu yerga. Xatning rangini boshqa rangga tanishayli. Cho'ng kichikligini muvofiq qilib tanishay. (2014) 10 ayninki 27-si deyli. Xatlarning har xil narsaning parametrini o'lchamlik bir o'ringa tangshay. Ondan keyin ostidagi xatning rangi biroz so'p qopdi, qiyinlashtirib qo'yay biroz. Ondan har xil shakllarni berish o'rnidan oq rang bo'lsin, ichiga to'ldirilgan rang, siziq rang va mayli, mushkil shaklda mushkil shaklda bekitaylik. Buningda biz tikdot bo'lgan shaklli tanlash quroli, chambar shaklli tanlash quroli, ondan keyin qavatning o'zida knopka taxtasidan Ctrlni bosib turib, mousening sol knopkasi bilan bassak, shu qavatning o'zidagi rasmni qanday shaklda bo'lsa shunday tanlab beradiganligi, ondan tanlash buyrug'ining ichidan o'zgartirishning ichidagi
girvekni siliqlashtirish buyruqlarini ko'rib o'tdik. Mush buyruqlarga diqqat qilsizlar. Tanlash shundaq muhim. Bir loyiha bo'lsin yoki ma'lum bir o'zgartish bo'lsin, har bir narsa cho'qim shu tanlashga ahamiyat berishinglar kerak. Chunki bu vakitni yaxshi tanlagan vaqtida loyihalar o'lchamli chiqmasligi mumkin.